Qo'shnilar yaxshimisizlar, yangi qo'shnimiz. Yaxshimisizlar? Sizlarni yangi qo'shnilarman. Erim bilan ajrashib, ozgina qiynalib qoldim. Ish topib bersanglar yaxshi bo'lardi. Voy, ajrashgan zatmaysizmi o'zim ishda. Assalomu alaykum, qo'shnilar yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Kakras o'zida bitta ayol kishi qidirayotgandik. Oyligi ham normalniy, unaqa yomon emas. Qo'shnilar assalomu alaykum, xormeylar, yaxshimisizlar? Charchab qolmayapsizlarmi? Bu ojiza sinimizga ancha yordam kerak bo'lib qopti. Nima xizmat bo'lsa ham biz tayyormiz. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Men litiyam yutib shunday yozib yuborsin endi, nech pulli oylik bo'lsin, shularni gaplashib olamizda. Bir 20 millionlik oylik bo'lsa ham ishlayveramikin. Qo'shnilar, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bu zaifa ancha qiylanibdilar va biroz e'tibor aytmaganlar qaranglar. Ish bormi? 6 millionmi, 7 millionmi ish qilib beramiz. Faqat o'zimiz kelishib olamiz. Nomerini berib qo'ysangiz bo'ldi, ha. Qo'shnilar, xormeylar, juda qiynalib qolgan qizagani, ha. Ana bizda ish bor-da, Kakras Sergelida KAI degan avtosalon ochdik. O'zbekistonda ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydik, xudo xolasa. 7-8 million oylik qilib beramiz. Agar zo'r ishlasa, KAI setini ham sovg'a qo'raveramiz, qo'shnilar. Ishqib bu gruppada ayollar yo'qmidi? Ayollar gruppasiga tashib bormaylar, qo'shnilar. Bunaqa g'amxo'r qo'shnilarim bor deb o'ylamadim. Yomon ham g'amxo'r ekansizlar, Mahallani fondiga pul yig'amiz desa hech kim yozmaydi. Bunaqada yozasizlar, ha? Qo'shnilar.